Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi darsimiz XCG PLC'si, ya'ni HS3 XC3 ga parametric sensorni ulash, ya'ni metalni, temirni sezadigan sensorni ulashni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz mavzusi. Xo'p, buni boshlashdan oldin albatta PLCni tipi, ya'ni bunda aytganimizdek NPN, PNP tipli bo'lishi mumkin sensorimiz. Bu tanlaydi. Kontroller bilan PLCni bir-biriga mutanosib bo'lishi kerak. Xo'p, ozgina prezentatsiyam bor. O'sha bo'yicha gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda XC3 modeli nomini o'qish bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni bu nima bildiradi? Buni birinchi darsda o'tganmiz. Yana bir takror bo'lish uchun, xato qilmaslik uchun gaplashib o'tamiz. XC3 ya'ni X3 seriyali seriyasini bildiradi. Bu XC3 32 esa input output soni, kirib chiqishlar sonini anglatadi. RT esa output turini anglatadi. Y esa qanday pitaniyada ishlashini ko'rsatib o'tadi. Mana seriyasi bu X3 seriyasi hisoblanadi. Bu esa kirish chiqishlari sonini bildiradi. Xo'p, NP modellari oddiy RT yozishi mumkin. Bu R relay output, T transistorli output, RT bo'lsa relay transistor, ya'ni gibrid output hisoblanadi. Bu modellarda doim input NPM bo'ladi agar shu deb ishlatilsa. Endi qarang, agar PR, PT, PRT bo'lsa, ya'ni oldiga P qo'yilgan bo'lsa, bu modellarda input PNP bo'ladi, ya'ni PNP datchik qo'yishga to'g'ri keladi. Kontrollerimiz PNPli bo'ladi. Relaylar transistorli, bunda ham transistorli o'zi va PR relaylar hisoblanadi. Power supply'sining belgilanishi, ya'ni agar oxirida Y abreviatoriya bo'ladigan bo'lsa, 220 volt o'zgaruvchan tokka ishlaydi. Agar C abreviatoriya bo'lsa, 24 volt DS da ishlaydi, ya'ni o'zgarmas tokka ishlaydi. Bu o'sha modelni oxirgi harfiga qarab turib, qanday pitaniyada, qanday power supply'da ishlashini, qanday isitgichda ishlashini bilib olishingiz mumkin va shunga qarab turib ulashga to'g'ri keladi. Keyingisi amaliy misollar ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda HS332RE yozilgan NPNli relay 220 voltga ishlaydi. Agar HS332PT bo'ladigan bo'lsa, PNPli tranzistor 24 voltga ishlaydi. Bunga moslab o'sha sensorlar tanlashimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun buni gaplashib o'tdik. Endi XCG HS3 ni sensorga, proximity sensorga ulash, NPN va PNP farqini gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda PLC va sensor mosligini ko'rib o'tish kerak va rejamiz o'sha normal NO va NS tushunchasini ham gaplashib o'tamiz bu darsimizda. Xo'p, HSPLC va PNP modellari bunda HS332RE bo'lsa NPN modeli bo'ladi. Inputi 24 volt komga ulanadi. Agar HS332PR bo'lsa, men bu yerda uzr so'rayman, PR tushib qolibdi. P'si PRE bo'lsa PNP modeli bo'ladi. Ya'ni kontrollerimizga PNPli sensor ulashga to'g'ri keladi. Ba'zilarda shu korpusga ham PNP yo NPN deb yozib qo'yiladi. Agar mana shu abreviatoriyani to'g'ri ko'rsangiz, o'zi shundan farqlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, NPNli PLC qanday ishlaydi? NPNli PLC input signali 0 volt kelganda 10 yonadi, 10 yonadi. Bu nima degani? Sensorda chiqishi minus beradi, minus chiqadi va kontrollerga kiradi. O'sha minus chiqishning hisobiga kontrollerimiz ko'radi. Ya'ni sensorimizga birorta metal yaqinlashsa, minus chiqadi va kontrollerda signal ko'rinadi. Buni albatta amaliy ko'rib o'tamiz hozir. PNP esa nabarot, plus chiqadi sensordan. Bunga mos ravishda kontrollerimiz ham plus bo'lishi kerak, ya'ni NPNli bo'lish, PNPli bo'lishi kerak. Mana shu PNP datchikka mos ravishda PNPli PLC bo'lishi kerak. NPN sensor va NPN PLCni ulash hamma sensorda pastda ko'rganimizda amaliyotda brown, blue, black, ya'ni jigarrang, ko'k va qora rang bo'ladi. Bu yerda jigarrang bilan ko'k pitaniya, jigarrang plus 24 volt,
blue ko'k minus bo'ladi. Black esa signalni kabel bo'ladi. Bu sensordan agar NPN bo'lsa, sensorga biror narsa tekkizilsa minus beradi kontrollerga. PNP-da xuddi shunaqa, bunda ham brown, blue bor, black signal, bunda esa PLC-mizga plus beradi, plus 24 volt beradi. Plus 24 volt beradi. Shunga mos ravishda PLC-miz ham PNP-da bo'lishi kerak. Endi PNP bilan NPN aralashib har xil ulab qo'ysang, signal chiqmaydi, ishlamaydi. Input doim yonib qolishi mumkin, PLC xato ishlaydi yoki xato berishi mumkin. Iloji boricha bunga e'tibor berib ulashga to'g'ri keladi. Ya'ni asosiy PLC bilan sensor bir-biriga mos bo'lishi kerak. Endi NO va NS, NS, C deyiladi sensor farqi. NO normally open, inglizchada normal ochiq. Agar metal yo'q bo'lsa, signal bermaydi, metal bor bo'lsa, signal chiqaradi. Normal closed metal yo'q bo'lsa, on turadi, metal bor bo'lsa, off bo'ladi. Ya'ni signal chiqarmaydi. Bunga teskari ishlaydi. Qisqa qilib aytganda, amaliy misollarni hozir ko'rib o'tamiz. Eng oxirida muhim xulosa, NPN sensorga NPN sensor minus beradi, PNP sensor esa plus beradi. Yana NPN PLC oladigan bo'lsak, agar birorta sensor ulamoqchi bo'lsangiz, albatta NPN li sensor ulash kerak. PNP li PLC esa PNP li sensor qo'yishga to'g'ri keladi. Buni amaliy misolda ko'rib o'tamiz. Mana HCP Pro programmamiz ochiq turibdi. Birinchi o'rinda kameraga kirib, nima ulaganlarimni bitta ko'rsatib o'taman. Mana e'tibor beringlar. Sensorim. Mana aytganimdek NPN da mana boshidan boshlaylik. Sensor NPN da modeli LG12A3, LG sifrasi 12 bu bunaqa diametrini bildiradi, 12 mm li va mana bu yerda yozilgan NPN NO 4 mm. NPN o'sha tipini bildiradi. NO normal open ochiq turadi, metal kelsa yopiladi va metal signal beradi bizga. 4 mm degani sezish diapazoni. Mana bu yerdagi metalni sezish diapazonini bildiradi. Hop, undan keyin bu yerda ulanishlari bor mana. E'tibor beringlar. Brown, black, blue. Mana bu yerda brown plus black signal turibdi, blue esa minus hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rinadi alohida. Mana bu yerda ishlash diapazoni ham bor. 6 volt, 36 voltgacha bitani berib ishlasang ham bo'ladi. Qancha amper chiqarishi ham yozilgan. Mana pyrometrik sensor yozilgan, ya'ni switch yozilgan. Signal beradi va o'chiradi. Shuning uchun switch qo'yilgan. Bu yerda mana lampochkasi bor, yonadi metalga tekkizganimizda. Bu tomonda sezgir elementi bor. Endi ulanish aytganimdek mana bluesi minus, brown plus. Kontrollerda xuddi shu oyog'iga ulaganmiz mana. Plus va minus yaqinlashtirib ko'rsatib o'taman. Mana 24 voltga mana ko'kka minusga ulaganman. Past qismida 24 volt plus bo'lganligi uchun brownda plusga ulaganman. Endi sensorda ikkinchi black ya'ni signal kabelini mana X2 ga ulaganman. X2 bizda bo'sh bo'lganligi uchun mana X2 ga ulangan. E'tibor beringlar, mana ulanishini ham ko'rsatib o'taman mana. Ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Mana X2 ga ulangan qora kabelimiz. Xo'p. Endi bu yerda masalan mana bunga metal tekkizaman. Metalda mana hozir ichida proyekt bo'lishi mumkin. Hozir o'chirib qo'yaman proyektni. Pustoy holatga yuklab qo'yaman. Tushunarsiz bo'lmasin sizlarga. Mana pustoy holatda proyekt yuklab qo'ydim. Ya'ni ichida hech qanaqa proyekt yo'q, lekin run holatga o'tib turadi. Mana run holatga o'tdi.
Endi tekkizaman metalni, mana tekkizdim. E'tibor beringlar, ikkinchi oyog'i yondi. Mana ikkinchi oyog'i yondi va datchigimizda ham orqasidagi svechasi, qizil svechasi yonib turibdi mana. Mana masofasi, mana sezish masofasini qaranglar. 4 mm deganmiz. Mana 4 mm qolsa sirasi o'chyapti. Yaqinlashsa sezyapti, uzoqlashsa o'chyapti mana. O'ta aniqlikda ishlaydi. Qancha diametr kichinlashgan sari uni sezish masofasi kichinlashib boraveradi. Xo'p, shunga mos bitta proyekt yozamiz. Oddiy o'sha, oddiy proyektcha. Как Hello World ga o'xshagan. Xo'p, endi bitta ochiq kontek olamiz. X2 ga uladik sensorimizni va Y0 xohlasak yana davom ettirib ketaveramiz. Y1 mana hammasi o'rniga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. 3tasini qilik. Y3 mana. Uchinchi sensorga signal kelganda uchala chiqishimiz yonishi kerak. Bittasida relay ulaganmiz. Qolganlarda hech narsa yo'q, o'zini sveti yonadi xolos. Run holatga o'tkazamiz va kamerani yoqamiz mana. E'tibor beramiz. Mana bu yerda relayimiz o'sha turibdi. Mana. E'tibor beringlar, 0 1 3 yondi. Sabab 0 1 2 qolib ketibdi, 3 ga ulab qo'yibmiz. Farqi yo'q mana. Relayimiz ham yonyapti va 3 ta signal 0 1 2 3 yonyapti. Programmada ham ko'rinyapti. Sensordan kelayotgan signallar mana bu yerda 2 da, 2 yonib ko'rinib turibdi. Mana. Relaylik uchun chaqirlab ovoz chiqyapti. Agar tranzistorli bo'lsa, bunda ham ovoz kamayadi. Bu borligi uchun bu relayimiz ham hozirda ovoz chiqaryapti. Xo'p, buguncha darsimiz shu. Bu qayerlarda ishlatiladi degan savollar ham chiqib qolishi mumkin. Bu ko'proq o'sha siklli jarayonlarda, ko'p robotlarda ko'rganman. O'sha mini robotlarda ishlab chiqarish ishlatiladigan robotlarni to'xtatishda, yurgizishda, aylantirishda, orqaga qaytarishda shularda ishlatiladi. Juda ko'p joyda ishlatiladi. Arzonligi uchun, narxi ham juda arzon va o'ziga o'zini qoplaydi bemalol. Kamdan kam kuyadi. O'sha fizik defekt bo'lsa yo fizik biror urilmasa uzoq ishlaydi. Xo'p, dars bo'yicha kimdadir savollar bo'lsa, bemalol qoldiraverasizlar kommentariyada yoki o'zimda ichimga yozilgan javob berishga harakat qilaman. O'sha kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun shunga qiziqadigan, PLC'ni o'rganadigan, avtomatlashtirishga qiziqadigan she'rlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Albatta like bilan, podpiska bilan, obuna bilan qo'llab-quvvatlasalaring biz juda ham xursand bo'lardik va ishimizni yanada yaxshiroq qilishga, davomiy qilishga bizga o'sha qandaydir motivatsiya, ya'ni undov bo'lardi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar.